O'rtoqlar, bu darajaga yetamiz deb o'ylaganimiz yo'q edik. Juda ham zo'r yangilik qilibdi takamiz. Ko'rishlar mumkin. Mana shu uyni olsangiz, mana shu kir mashina va kir mashina 7 kilolik ekan va mana shu xolodilnikni qo'shib beraman deyapti. Mana bonusiga. Oldin bonusga narsalar beriladi. Mana uylarga ham bonuslar boshlanib ketdi. Bu uyimiz Navo magazinda oldida Yevro remont qilingan, hamma sharoitlari bor, chiroyligina uyimiz bo'ladi. Endi ko'rishlar mumkin. 4 qavatli domda 3-qavatda joylashgan 3 xonali uyimiz. Bu asosiy eshigimizdan kirishimiz bilan pirxoshkamiz anchagina keng. Birinchi xonamiz zal, bu tarafda ikkinchi xonamiz, bu tarafda uchinchi xonamiz joylashgan. Xonalar katta-katta, ko'rishlar mumkin. 78 kvadrat deyishmoqda egalari. Hamma narsasi chiroyli qilingan, sanuzillar alohida yuvinish xonamiz. Suvga, svetda muammo yo'q. Bu tarafda esa hojatxonamiz, aristonlari bor ekan. Va zalga bittagina e'tibor berasizlar, chiroyligina qilingan, hamma narsasi akkuratligina turibdi. Mana shu uyni bosib yaradigan joy. Mana shunday 3 xonali uy izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, bonuslari bilan bor ekan deb. Ko'rishlar mumkin, yangi xolodilnik bilan yangigina kir mashina sizlarga qo'shib berdirib beraman. Keyin yana konturni kachollari ham bor ekan. Narxi keladimiz narxini 565 million yana savdosi bor, kelib bosib yaradigan joyi.